O'zbekiston, assalomu alaykum. Xudo xolasa homiylarimiz ko'payapti. Sizlardan bittalarga bitta podpiska tashlash bo'ladi. Akalar, xulli homiylar juda ko'payib ketdi. Tanajoninglar sog' bo'lsin. Ham sog'lom bo'lamiz, ham semizlikka qarshi kurashamiz. Akam Rossiyadan promoga kelgan. Bitta ko'rsatib qo'yaman. Aka, hali videoni tashlab qo'ydim istoriyaga. Rostmi shu narsa, yo'qmi? 100% javob. 100% javob. Qachon bo'lsan, qat'iy nazar 500 mingta bo'lsa, mana shu tolni tagida video olyapman. Asilbek akam bilan akam videoga olgan, men istoriya qilib qo'ydim, kirib ko'rasizlar. Mana shu yerda ehson qilamiz. Ehsonni mukofoti ehson, xudo xolasa sizlarda hech narsa ketmaydi. Bitta like, bitta podpiska tashlab qo'yasizlar. Chin yurakdan ehson qiladigan akalar o'zlari chiqishyapti. Ehson qilamiz akalar. Tanajonimiz sog' bo'lsin, yuguramiz. Prosta 30 ga kirmagan bolalar semirib yotibdi-da, qizlar, bolalar. Bosamiz gazini yugurib trend qilamizda, ham ehson qilamiz. Sizlarda hech narsa ketmaydi. Tekin bitta like bosib, podpiska tashlab qo'yasizlar. Mana shu yerda ehson qilishni boshlaymiz. Qayda bir kam ta'minlanganlar bo'lsa, men o'zim borib o'sha akalar bilan homiylikda xudo xolasa hamma qiynalarga yordam beramiz. Ham semizlikka qarshi kurashamiz. Bosamiz gazini, hunar ham ketaveradi, ham yuguramiz. Akalar yugurib turib uxlab olmaymiz. Ishdan tashqari yuguramiz. Homiylar chiqyapti aka, xudo xolasa mana buni post qilib qo'yaman. Asilbek akam ham kelar ekan yaqinda. Bu akam Rossiyadan keldi bugun. Bosamiz podeshkada bo'lamiz. O'zbekiston hammamiz birimiz. Bir kishi hamma uchun, hamma bir kishi uchun. Maqsadimiz yaxshilik.